Bek Shoh studiyasi taqdim etadi. Различие профессионального. Man, count four. Sen uçun bana tempo lan. Şunu yapma. Boshlovchilar ham oldin el yorga o'xshab bitirib gapirdi. Assalomu alaykum hurmatli Krasnoyar zaminida istiqomat qiluvchi aziz yurtdoshlar. Bugun Xudo xohlasa Bek Shoh studiyasini kanalini kuzatib boringlar. Avaz Oxun janoblarni yakkaxon yangi dasturi Krasnoyar zaminida xalqimizga taqdim etiladi. Endi ona vatanga, O'rta Osiyoga bormaganingizdan so'ng endi kelinglar Krasnoyar xalqi. Mana Dvorets turda Instagramda bir chiroyli konsert Xudo xohlasa tomosha qilamiz, mazza qilamiz. Qarib 10 yil, 15 yilga bir yosharamiz Xudo xolasa. Oilaviy mazza qilib tomosha qiladigan ajoyib dastur bo'ladi Xudo xolasa. Agar yodingizda bo'lsa, o'tgan yili Avaz Oxun janoblar bilan kelishuvdik. Buni har yilga an'ana qilamiz dedik va Alloh nasib qildi. Mana 2-yil Xudo xolasa konsertini Krasnoyar zaminida taqdim etmoqda. Barchangizga yoqimli tomosha tilab qolamiz. Bek Shoh studiyasini tomosha qilishga davom etinglar. Sizlar bilan kabina Elyorbek. Sog' bo'linglar. Boshladik. Elyor Hurmatli mehmonlar, muhtaram xonim va jonlar, konsertimizni boshlash arafasidamiz. Biz tayyormiz. Siz tayyormisiz? Assalomu alaykum hurmatli aziz mehmonlar, assalomu alaykum Krasnoyar zaminida halol mehnat qilib rizq topayotgan aziz qadrdonlar, vatandoshlar. Bugun mana shunday chiroyli koshonada xalqimizning suygan ijodkori O'zbekiston Respublikasida bugun Krasnoyar zaminimizga Rossiya Federatsiyasining birinchi shahari aynan Krasnoyar zaminidan ijod mahsullarini, chiroyli o'zlarini san'atini siz aziz mehmonlarga, muxlislarga namoyon etmoq bo'lib bugün Xudo xolasa tashrif buyurdilar. Kayfiyatingiz yaxshimi? Boringizga shukur, salomat bo'linglar. Xudo xolasa bu konsert bilasiz, har gal o'zimiz boshchiligimizda konsert tashkil etadigan bo'lsak, har doim ham muvaffaqiyatli insonlar kelib, zavq bilan, shavq bilan mazza qilib, demak konsertimizdan bahra olgan. Bu gal ham Xudo xolasa mana shunday hamma mazza qilib o'tiradigan, zavq oladigan Xudo xolasa konsertlardan bir bo'ladi degan umiddaman. O'zimiz yaxshi bo'lyapti Bog'ga? Salomat bo'linglar, rahmat. Ana endi hurmatli aziz do'stlar, bilasiz, O'rta Osiyolik qadrdonlar qachon konsert bo'ladigan bo'lsa 5-10 daqiqa kechikib keladi. Bu odatiy holat, bu normal holat biz uchun, bizning mentaltet uchun bu juda ham yaxshi holat. Salomat bo'linglar. Mehmonlarimizga hali hanuz uzilgani yo'q. Asta-sekinlik bilan Xudo xohlasa ish faoliyatlarini bugun shanba kuni ish faoliyatini tamomlab, dam olish kunlarini mana shunday konsert bilan boshlab olmoqdalar. Ilohim barchangizga a'lo kayfiyat hamroh bo'lsin. Kabina boshlovchingiz Elyorbek, konsert tashkilotchisi va o'zimizning bir guruh jamoamiz bilan qo'limizdan kelguncha sizlarga xizmat qilib, yaxshi dam olishingizni biz ta'minlaymiz.
Ana endi esa hozir navbatda O'zbekiston Respublikasida tashrif buyurgan ajoyib xushovoz xonanda, serqirra ijodkor, aynan Avazohid janoblarida ham zamonlari, ham nafaslari, administrator va prodyuserlari, O'zbekiston Respublikasida tashrif buyurgan xushovoz xonanda, ajoyib ijodkor o'zlarini sermahsul ijodlari bilan sizning qalbingizni xushnud etish maqsadida Krasnoyar Zagrebdagi ajoyib yulduzli mehmonimiz. Chiroyli qarsinglar sadolar ostida Oybek Kamoliddinov! Taşlarning chiroyi Dona gul ofu bilan Hasta ko'nglimning quvonchi Gul kamol obro' bilan Aylayin dardimga parvo Qilmading kulgul bilan Otalar, akalar, ukalar, bugungi Avazagam konsertiga xush kelibsizlar. Qadamingdagi hasanot. Sog'liklar, salomatliklar. Ijozat bersalar, yana bir qo'shiqlar ijro qilsanglar, undan keyin sizlar orzu kutayotgan ajoyib so'z ustozimiz Avazohidni taklif qilamiz. Sizlarga a'lo kayfiyat tilaymiz. Boylar go'shti. Marhamat. Qo'shiqlarimizga yuborishsin. Ey! Yaxshi kelganlar. Marhamat. ijobiy yo salbiy tarafga. Mana shunday insonni qalbiga xush yoquvchi navolar yangraganda insonni nafaqat tanasi balki quloqlari ham bir chiroyli, ko'ngillari ham rohat olar ekanda. Umringiz uzoq bo'lsin. Mana shu konsertga avvalambor bizni mana shu konsert reklamasini birinchi kundan sizni e'tiboringizga sotsial tarmoqlar orqali uzatganimizda bizga ishonch bildirib, Elyorbek mana shu yerga chiqqan ekan, mana shu konsertlar reklamasini qilyapti ekan, xudo xohlasa boramiz deya bizga ishonch bildirib, avvalo Alloh deya tashrif buyurganingiz uchun katta rahmat. Boshim yerga tekkuncha ta'zim qilaman. Shukur qilsangizlar, boringizga shukur. Bizni vaqtimizga olinglar. Bugun qadrdonlar bu yerda men uchun begona inson yo'q. Bu insonlarni har birlaridan, yuzlaridan, chehralaridan juda ham yaxshi taniyman. Yaxshi kunlarda xizmatda bo'lganmiz, oshna og'aychiliklarni, aka-ukachiliklarni yo'lga qo'yganmiz. Umuman olganda Krasnoyar Zagrebda millionlik shahar bo'lishiga qaramasdan, ishoning, kaftday to'g'ri keladi. To'g'rimi? Bir-birimiz yaqinda bilamiz, taniymiz. Ko'cha-ko'ylarda, to'y hasharlarda, mana shunday chiroyli konsertlar ko'rishamiz. Millionlik katta shahar xuddiki bizga bir kichkina, demak, shaharchaday gap bo'lib qolgan. Buni hammasi mana shu shaharning go'zalligidan, shu shahar bizni yurakdan, chin dildan qabul qilganligidan. Demak, hurmatli azizlar, bugun vaqtimiz bemalol. Maza qilib kulamiz, maza qilib rohatlanamiz. Janglari, o'zimiz ta'birimizda aytganda, xalqchil chiroyli hazillar bilan maza qilib a'lo kayfiyatda xonadonimizga tinch osoyishta bugun qaytamiz inshaalloh. Shunday ekan, kelinglar davrani ko'p cho'zmagan holda, hurmatli aziz mehmonlar, siz kutgan ijodkor, u insonni chiroyli so'zlari, so'z ustaligi qaytarib berib, sizning qalbingizni xushnud qilib, o'zini 10 yildan oshiq ijodi bilan sizning ko'nglingizdan joy olgan ajoyib so'z ustasi, qiziqchi, O'zbekiston Respublikasida tashrif buyurgan mehmonimiz Avazohid janoblari.
Rahmat. Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli aziz mehmonlar, hurmatli otalar, onalar, aka-ukalar, opa-singillar. O'zbekistondan imzolanibdi. Bugun mana shu ajoyib va mana shu sizlarning tashrifinglarni ko'rib juda xursand bo'ldik. Salomat bo'linglar, xush kelibsizlar. Rahmat. Shunaqa bir maza qilib dam oldik. Ko'z tegmasin. Salomat bo'linglar, omon bo'linglar. Sizlar shu yerda yashayapsizlar. Biz bittamiz deydi. Uyga borib turasizlarmizmi? Ha, bir yilda bir borib tozalab yo'q, qarab kelamiz deydi. Joylashib edi shu yerda. Ko'z tegmasin. Oldik keldim aeroportda. Shu hammadan oldin chiqib ketay deb, hammadan birinchi bo'lib turdim tamojniga o'tadigan joyga. Lekin oxirida o'tdim baribir. Chunki bolalarga bezor churta ekanda. Chunki bolasi yo'q, odami yo'q. Bitta menda bola yo'q ekanda. To'g'ri, kechirasiz bolalarga o'tib ketaylar. O'ting. Bolalar o'tib ikki yondan odam o'tyapti, bor-ku. Turibman o'sha yerda bir yarim soat turdim. Ishonasizmi, ba'zan bolalar mendan katta-da. To'g'ri o'tib ketay, bolalarman dedi. Bolasi mendan katta. Men aytdim, men ham bepushtmas. Oyi deb qo'yadi yana onajon. Men aytdim, bunaqaligimizda bolam yetalab olar ekanman dedim. Bolachaqa kelyapti, bola o'ynayapti, hamma ishini o'ynayapti. Bittasi bezakni o'tib ham ketdi bolalar. Men tayyordan o'tib ketdi bola. Bolaga taqib etmay kerak. Tojikistonda ekan, to'g'rimi? Oyda hamma shu yerda ko'z tegmasin. Salomat bo'linglar, omon bo'linglar. Hammanglarga yaxshi kayfiyat tilaymiz. Juda ham xursandmiz. Ya'ni befarq qoldirmaganinglar uchun bemalol deb joylarda xavotir o'tirmaydi. Hammasi yaxshi bo'ladi, xudo xohlasa. Aytdim men. Omon bo'linglar. Hammanglarga yaxshi kayfiyat tilaymiz. Juda ham xursandmiz. Sizlarni befarq qoldirmaganinglar uchun bemalol deb joylarda xavotir o'tirmaydi. Hammasi yaxshi bo'ladi, xudo xohlasa. Aytdim men. Bemalol bugun Jaloliddin Ahmadaliyev yo'q. O'shanchun necham xo'jalar bo'lmaydi. Shu baribir ishonmabdi ikkitasi, men sezdim. Asta bo'jolar bor deyman. To'shni ishonmaganlar ekan, lekin bilet olgan. Balkonda ham odam bormi? Assalomu alaykum. Yaxshi turibsizlarmi? Tusholaveringlar pastga. Tusholaveringlar. Pastga tusholaveringlar. Ruxsat, mana bundan kelib o'tiraveringlar. Kelinglar. Keling pastga tushib o'tiraveringlar. Mayli, tepada o'tirasizlarmi? Kelinglar. Ba'zan to'g'rida mazah ko'rasizlar. Kelinglar. Opalar, ukalar, do'stlar. Kelinglar. Pastga tushib o'tiringlar, gavjum bo'lib o'tiringlar. Bo'ldi. Bo'sh joylar ular kerak emas. Kelsa balkonda o'tiraveradi. Da, o'zbekchilik. Kelsa mana sharoit qilyapti. Opa, tushinglar. Akalar tushinglar. Pastga kelinglar. Sevish kelinglar. Deyman. Men sizlarni yolg'iz qoldirish uchun bularni tushirib oldim. Kelalaring-a, ma'azza o'tiraveringlar. Salomat bo'linglar, omon bo'linglar. Kelinglar, mana shu ikkita balkon bo'yidan kelib joylashib olaveringlar. Salomat bo'linglar, omon bo'linglar. Shunchalik hurmat qilib kelganinglar uchun rahmat. Endi yangilardan aytib beramiz. Bugun zo'r sizlarning kayfiyatlarini ko'taramiz deb, kayfiyatlarini 100 darajaga chiqaramiz deb kelganmiz. Sizlar ham maza qilamiz, kulamiz, xursandchilik qilamiz deb kelgansizlar. Ko'z tegmasin, salomat bo'linglar, omon bo'linglar. Endi hozir internet zamonida bitta narsaga qo'yib, bitta anaqa ekan, internetlar zo'r ishlar ekan. Yaxshi ishlar ekan. Mana Telegram, nimalar ishlamayapti desam,
anaqa VPN ko'chirib oling deydi. VPN skачать qilamansan, VPN kerak ekan. Hani bu mu yaptınız lan? VPN kerak deydi. VPN skачать qilish uchun. Yaxshi ekan. Ko'zda emas endi. Amali endi ishlatib telefondan nima kerak? O'zi telefonga menga unaqa yoqmaydigan narsa o'zi. Aslida men telefonni juda yoqtirmayman. Men o'zi e'tibor bersanglar mana telefonda ko'p malaka o'tiramiz-ku, Instagram qarab o'tirasiz, umrat ketib qoladi deb baribir. Keyin Instagramda shunaqa narsa bor. Mana Instagram shunaqa narsaki, nega TikTok yaxshi ko'radi ko'proq. E'tibor berganmisizlar? O'ylaydi. Bir imom chiqib, bir chiroyli narsalar qilsa, bir yarim 50-100 ming odam ko'radi. Lekin bitta betamiz chiqib, bitta bemazani so'ksa 1 million odam ko'radi-da. Shuni so'kkani mana imomning gapidan qiziqman. Men shunga hayron qolaman. Imom masalan chiroyli gapiryapti, sani dunyoyini o'ylab gapiryapti. Yaxshiligi gap. Uni 100 ming odam ko'radi, 50 ming odam ko'radi. Ha, buni so'kinganmi? Assalomu alaykum. So'kadi, uni so'kadi. 1 million prosmotr. Nu, shu foydalimi bizga undan ko'ra? Shuning uchun imomlar ham bor-ku, oldin chiroyli gapirardi. Hozir Instagramda boshlab gapiryapti. Bu odamni ko'rmayapti-da, men tushunaman bularni. Men imomlarga ko'p do'stlarim bor. Instagramda moslab gapiradi. Mushrik bo'laylik, birodarlar, bunaqa bo'lmaydi. Erkakmisdan birovning og'zidan orqasidan gapirmay, hezalak. Zo'r bo'lsang, kel, masjid oldida gaplashaman, lugoyim bilan. Mayli, vaqtimiz bo'lib qolibdi, bitta duo qilamiz deb qo'yadi. Nimaga? Chunki Instagram shunaqa narsalar qo'ygan. Instagramda shunaqa narsa o'rgatib qo'ydi-da, odamlar o'rgatib qo'ydi. Mana hali O'zbekiston chang bo'lib ketdi, havo buzib o'tgan, rosa vahima qilishdi. Mana bu zo'r bo'lib ketdi havolar. Mana shu yomg'irlar yog'ib, mana O'zbekistonda ham, Tojikistonda. Opa, tushinglar. Akalar tushinglar. Pastga tushinglar. Ya sevish kerak. Deyman, men sizlarni yolg'iz qoldirishga bilan tushunmayman. Kelalarga mana o'tiringlar. Assalomu alaykum. Kelinglar, mana shu ikkita boboydan kelib joylashib olinglar. Assalomu alaykum. Shunchalik hurmat qilib kelganinglar uchun rahmat. Endi yangilardan aytib beramiz. Bugun zo'r sizlarning kayfiyatlarini ko'taramiz deb, kayfiyatlarini 100 darajaga chiqaramiz deb kelganmiz. Sizlar ham maza qilamiz, kulamiz va xursandchilik qilamiz deb kelgansizlar. Ko'z tegmasin, salomat bo'linglar, omon bo'linglar. Endi hozir internet zamoni. Men bitta narsaga qo'yib, bitta anaqa ekan, internetlar zo'r ishlar ekan. Yaxshi ishlar ekan. Men Telegram nimalar ishlamayapti desam, anaqa VPN ko'chirib oling deydi. VPN skачать qilamansan, VPN kerak ekan. Men bu mu yaptı desam, VPN kerak deydi. VPN skачать qilish uchun deydi. Yaxshi ekan. Ko'zda emas endi. Amalar endi ishlatib, telefondan nima kerak? O'zi telefonga menga unaqa yoqmaydigan narsa o'zi. Aslida men telefonni juda yoqtirmayman. Men o'zi e'tibor bersanglar, mana telefonda ko'p malaka o'tiramiz-ku, Instagram qarab o'tirasiz, umrat ketib qoladi deb baribir. Keyin Instagramda shunaqa narsa bor. Mana Instagram shunaqa narsaki, nega TikTok yaxshi ko'radi ko'proq. E'tibor berganmisizlar? Haligi bir imom chiqib, bir chiroyli masala qilsa, bir yarim 50 ming, 100 ming odam ko'radi-da. Lekin bitta betamiz chiqib, bitta bemazani so'ksa 1 million odam ko'radi-da. Shuni so'kkani mana imomning gapidan qiziqman. Men shunga hayron qolaman-da. Imom masalan chiroyli gapiryapti, sani dunyoyini o'ylab gapiryapti. Yaxshiligi gap. Uni 100 ming odam ko'radi, 50 ming odam ko'radi. Ha, buni so'kinganmi? Assalomu alaykum. So'kadi, uni so'kadi. 1 million prosmotr. Nu, shu foydalimi bizga undan ko'ra? Shuning uchun imomlar ham bor-ku, oldin chiroyli gapirardi. Hozir Instagramga moslab gapiryapti. Bu odamni ko'rmayapti-da, men tushunaman bularni. Men imomlarga ko'p do'stlarim bor. Instagramga moslab gapiradi. Mushrik bo'laylik, birodarlar, bunaqa bo'lmaydi. Erkakmisdan birovning og'zidan orqasidan gapirmay, hezalak. Zo'r bo'lsang, kel, masjid oldida gaplashaman, lugoyim bilan. Mayli, vaqtimiz bo'lib qolibdi, bitta duo qilamiz deb qo'yadi.
Nimaga? Chunki Instagram shunaqa narsani xohlagan. Instagramda shunaqa narsa o'rgatib qo'ydi-da, odamga o'rgatib qo'ydi. Mana hali O'zbekiston chang bo'lib ketdi, ob-havo buzib o'tgan, rosa vahima qilish. Mana bu zo'r bo'lib ketdi havolar. Va shu yomg'irlar yog'ib, mana O'zbekistonda, Tojikistonda, Osiyo. Ba'zi zo'r, bizda ham zo'r bo'lyapti hozir havo. Yomg'irlar zo'r, hamma O'zbekistonning havosi Shveysariyaning havosidan zo'r bo'lib ketdi. Lekin bironta bloger Xudoga shukr deb video qilgan yo'q-da. Ana chang bo'lgan paytda uni vahima qildi. Yomon narsani bilasizlar, bittasi ya'ni yaxshi narsani yoritmaydi-da. Men yaqinda tug'ilgan kunimni qildim, 43 ga kirdim. Mumkinmi boshqa tug'ilgan qilmayman? Ya haqqim bor-ku, tug'ilgan qilishga haqqim bormi? 43 ga kirdim-da. Haqqim bormi yo'q? Bormi haqqim? Ha, yo'q, men masalan kredit olganim yo'q. Tug'ilgan kun qilish uchun qarz olganim yo'q. O'g'irlik qilganim yo'q. Shu halol ishlab topgan pulim, sizlar bergan pul. Yo, to'g'risida masalan, uchastkani ham sizlar bergan pulga olganman. Mashinamni ham sizlar bergan pulga olganman. Mana shu yerda kiyimman, ustida kiyimlarni ham sizlar bergansizlar. Shu muxlislarim. Masalan, muxlislarim olib berganman. Men ham endi svetofor tagida turib olmaganman sizlardan. Mana var shu xarchachaga boshdan qirdim qo'ydi. Xarchacha o'tirib qo'ydim qo'ydi. Gal to'xtaydi, telefonini oldi, video ko'radi. Har svetofor qizil chiroqda to'xtaydi, telefonini oladi, video ko'radi. Hayot telefonda. Shu qizil yonsayu to'xtab ko'rib olsa shu. Hali yashirdiday bo'lib turgan paytda o'tib ketsa bo'ladi-ku. Ota o'ylab sekinlayapti-da. Mana videoni davomini ko'rib olish kerak-da. Ishonasizlarmi? Yashil yonganini men aytib turibman. Yashil desa turadi. Keyin svetoforga to'xtaydi, telefoniga qaraydi, men svetoforga qarayman. Yashil desa turadi. U menga ishonib qoldi. O'sha payt yolg'ondan yashil desam chiqib ketaveradi. Menda o'ziga Aleksey savol. 200 metrdan keyin chapga buriling deb turibman-da. Bu nima masalan bu bolalarni ham qarang, yosh bolalarning qo'liga telefon bersiz, yig'lab turgan bo'lsa yupon qoladi. 3 oylik chaqaloqni qo'liga telefon bering, yupon qoladi. To'g'rimi? Biz bolaligimizda og'zimizga so'z solib qo'yishardi, yig'lasak-a. Bolalar og'ziga so'z solib, "Bo'ldi, men bo'ladi" deyman. Men nomni birov chaynaganman buni. Nima qilish kerak? Yig'lamash kerakmi? Telefonni bering, qayerlarga chotga o'tirib beraman. Bering telefonni bu yoqqa deydi. Telefonni bersangiz yo'q, jim bo'lib qolyapti. Nimaga? Chunki onasi homiladorlik paytida uni boshiga qo'yib o'ynagan-da. Hali onani xonada yotgan bola bor, o'sha boshimda turgan narsa nima ekan? Xudo xolasa tug'ilsam bitta ushlab ko'raman. Bolalarga o'zimiz o'rgatib qo'ydik. Bir onaxon mana kichkinaverasiz. Bu joy siz telefoningiz kimga qoladi? Bolaga shu qiziq. Yo'q, bolalar-ku bolalar. Chollarga nima bo'lgan? Instagramga nevarasini rasmini qo'yib qizlarga gaplashib o'tirdi. Bitta otaxonga bolalari iPhone olib beribdi-da. iPhone, otaxon iPhone tushunadi. Otaxon Facebookga qo'yishni ham bilmaydi. Vaqtingizni ichadasiz professionalsini. Rossiyada ko'tarmaysan. Yurasan mana shu. Mana shu yurishimiz. Like bosib yurasan. Hali Instagramda bor. Bittasi bor, bilasizlar, bolalik bo'lmayapman. Duo qilinglar deb любой videoga o'xshab yozadi. Duo qilinglar. Yo'q, 5 yildan beri yozadi. Instagram paydo bo'lgandan beri yozadi. Farzandim yo'q, bitta duo qiling. Любой videoda qo'ying, mana kasal qo'yasizmi, sayohat qo'yasiz. Любой video qo'ysiz, bitta duo qilinglar, farzandlik bo'lmayapman. Va biz duo qilamiz o'ziga.
Telefoniga ashula qo'yib yuborgan. Qaroslarga ko'rishdi, telefon qo'yardi. Mast aylading. Ishni joyiga mandekdan yana bu kunlarda aytganda o'ylagan aytardi. Bu kasallik bo'lib qoldi bu. Ishonasizlar mana qisqa video ko'radigan bo'lib qoldik. Qirg'iz xalqi ham ko'rib qoldi. Qozoqlar ham shunaqa. Bir beshi kecha ovqat pirojniy marojniy bizda bor, ha? Zubachskada finish bizda. Zubachskada tushdik olib, uni ham ozgina chaynaymiz. Mana suv chiqadi, qanday suv chiqadi. Ko'p ovqat yeymiz. Masalan, Yevropada ruslarda ham shunaqa bo'lsa kerak. Yarim kosa ovqat yesa bir soatga cho'zadi. Ovqatim hazm bo'lsin. Biz shunaqangi xalqmiz. Yegan ovqatimizni o'tirgan joyimizda. E'tibor bergansiz. Ovqatni ovqat bilan hazm qilamiz. Ozgina tushuntirib beraman. Qorin to'yib ketadi-ku, qorin ishib ketdi, ko'paydi. To'p ko'payganman. Chiq, yo'q. Meva olib kel deydi. Meva ovqat hazm qiladi. Kim aytdi sizlarga ovqat hazm qiladi? U meva oldinroq hazm bo'lib turadi, keyin achchig'ib o'tirmasdan. Shu ovqatni olish kerak deyman. Meva yordam bermaydi, cho'ta meva yordam bermaydi. Kiviz yo'q ekan-da. Meva ishib ketdi, qora. Tur! Ishib ketgan bo'lsa, yo'q. Barjon olib kel deydi. Barjon gazli suv battarishadi. Mana shu turgan joyimizda hazm qilib olsak, iloji bo'lsa hammasini shu yerda qilib olsak. Ko'p ovqat yeymiz biz. Yaxshiyam bir yilda bir marta ro'za keladi. Deysiz, ro'zada boshlanadi-da. Shunaqa ro'za tutganlarni ro'zada tutadiganlar svetini o'chiradi, ammo bu. Sizlarga video qilsanglar, svetini o'chirib olinglar. Mana ko'zimga tushyapti. Yana musofirman. Duo qilaman. Musofir duosiz qoladi. Ro'zada borib, ayollar mayli, erkaklar borib, shunaqa ro'za tutganlar ko'rganman. Qonim och qolmasin deb kechasini ovqat yeb chiqadi. Saharlikka ular boradi, iftorga. U qoni och qolish uchun tutiladi ro'za. Qo'rqadi qoni och qolish. Ro'za tutgan odamni ko'rsangiz, ziyofatdan bo'shamaydi. Ikkita beti qirib qozadi. Ro'zadan 5-6 kilo bez bilan chiqadi. Saharlikda qarang, bir kilodan oshni yeb, orqasidan bir choynak yo'g'ot choyni ichib, obedgacha uxlaydi. Obedda turadi, sho'rva televizor ko'radi, iftorlikka boradi. Iftorlikda bir ovqat, ikkinchi ovqat, somsa, shoshlik, tabaqalarni yegandan keyin alhamdulillah. Xudo sabr beryapti. Bitta ham qonim ochgani yo'q. Qonim ochmagan u, hali hazm bo'lmagan u. Ertalab degandan xabari yo'q. Sigaretga qiynalyapman, xolos deb qo'yadi. Yana bir ro'za tutadi. Ro'za nima uchun tutiladi? Kambag'al och qolsa, boy och qolsa kambag'al dardini tushunsin deb, qisqasin deb ro'za tutiladi. Yo'qlagan bo'lsangiz ham analiz topshirishingiz kerak. Hozir sizga butulka beraman. Bitta kattaroq banka ham beraman. Ikkalasiga ham analiz topshirishingiz kerak. Keyin so'ylak bezingizdan analiz olishingiz kerak. Choy ichmay kelishingiz kerak. Qon tomiringizdan ham, keyin BMTdan ham analiz olishimiz kerak. Aytdim, ko'z yoshlardan analiz olmasdan. Yaxshi ham ko'z yoshdan analiz olmasa ekan, laboratoriyaga olib kirib olib, endi ko'z yoshingizdan analiz olishimiz kerak. Yig'laysizmi yo o'zimni yig'latyapman? Men yig'layman, o'zimni o'zim yig'lamayman. Bo'lmasa ko'zingizni yuming. Dadangiz bormi? Yo, dadam o'tib ketgan. Ko'zingizni yuming. Muzikani qo'yib qo'yib, laboratoriyadagi hamshira. Undan kendi kalxatlarni ko'rgan tushim
uchdi ketdi boshimdagi xumor. Qolaverdim toshga urib yetim boshim yig'lay. Ketayotib otam fana karvonida didor qoldi endi mahshar maydonida. Dadajon kim so'kadi xato qilsam yig'lang. Nima yig'layman? Sen ko'z yoshidan olishimiz kerak. Otangiz o'lsa yig'lamaysizmi? Otam 92ga kirib bergan meni. Nima yig'layman? Hojilarga olib kelganman men dadamni. Uf, ko'z yoshidan olishimiz kerak edi. Onangiz bormi? O'g'lim o'tib ketgan. Ko'zingiz yuming. Yomg'ir yog'ar qor ostida mozor. Qabrlarning birida mening sho'rlik onam bor. Yig'lang. Nima yig'layman? Onangiz o'lganmisa yig'lamaysizmi? So'q onam 97da o'lgan meni. Onasini yig'latganlar yig'lasin. Yomon bag'ri tashlagan ekansiz. Siz yig'lamaysiz, ko'z yoshingizdan analiz ololmadik. Bo'pti chiqib 16 million to'lab ketavering. Nega 16 million? Men qilgan analizlar 16 million bo'ldi. Nima? Bilib, bundan Aşağısı. Ben 5 milyon aylık adam değilim. Hatta bu 16 milyon ben. Kalk resmene, hop bana, hop ana. Ha yığılar ekansın bana, yine 18 milyon ödeyesin bana. Yurtman, Balisada takibet qilishim kerak, o'sha yaqinimni olib ketishim kerak Hindistonga. Kayfiyatim yo'q, choy ichmaganman, obed qilmaganman, shapkani bostirib olganman. Yuribman, bir barg'ilonli yigit tanib qoldim meni. Nima degan paytda Assalomu alaykum Novosibirsk sevimli muxlislarimiz. Biz bugun mana Krasnoyarskda konsertlar o'tkazdik. Konsertlar rahmat sizlarga, rahmat. Avazofir janoblari. Avaz aka, Salom alaykum. Xo'p. sizni davramizni mana shu Krasnoyar zamaniga yetib kelguningizcha orqa orotdan sotsial tarmoqlarda yozayotgan kommentariyalardan shu guvohi bo'ldikki, o'tgan galgi noxush voqealar sabab bo'lib xalqimizni mana shu yerda o'tirgan va qolaversa tashqari mana shu Krasnoyar zaminida ish faoliyatlarini olib borayotgan vatandoshlarimizni konsert mavzusiga ozgina o'zlarining ishtiyoqi so'ngan va ishonchi so'ngan edi. Bugun sizning sharofatingiz tufayli bu ishonch yana qaytdi. To'g'rimi? Qadrdonlar, agar hammasi halol bo'lsa, rasmiy bo'lsa, rizqlar bo'lsa, lavozimlarni to'lasangiz, O'zbekistonda ruxsatnoma bo'lsa, mana shunday bir-biridan ajoyib san'atkorlarimiz doim xizmatingizga tayyor. Rahmat! Konsert dasturimiz bosh homiysi sizlar. Chunki kechamiz yakunlar ekanmiz. Manzilingizga sog' va omonda yetib oling. Bizga ishonchingiz uchun katta rahmat. Umid qilamizki, juda ham samimiy 2,5 soat mazza qilib hordiq chiqardingiz, dam oldingiz. Aziz boshingiz omon bo'lsin. Yaxshi kunlarda ko'rishguncha sog' va omon bo'ling. Krasnoyarsk! Rahmat! Muzika pogромче. Спасибо. Aziz do'stlar, bugungi konsertimiz nihoyatda chiroyli bo'ldi. 2,5 soat konsert bo'ldi. Xalq maza qildi. Mana ko'rsatib qo'ying xalqni. Mana ishonch. Mana konsert. Kommentariy yozganlar qanaqa bo'ladi? Biror kim kelmaydimi? Yo'q, hech kim kelmadi. Mana shunday konsert bo'ldi. Sizlarni sevamiz. Menga ishonganingiz uchun, jamoamga ishonganingiz uchun katta rahmat. Salomat bo'ling. Rahmat.
Krasnoyar shahridagilar, konsertimiz zo'r bo'ldi. Avazog'in akamiz rosa ham zo'r konsert berdi. Tez-tez kelib tursin. Sizlar ham shunaqa konsertlarni tez-tez uyushtirib turaveringlar. Biz kelib maza qilib ko'rib, madaniy hordiq chiqarib ketaveraylik. Rahmat hammaga. Assalomu alaykum. Hisobli aziz yurtdoshlar. Bugungi konsertda o'tdi. Muxlislarga o'zidan ham quvnoq. Keyingi yil ham xohlasa nasib qilsa inshaalloh yana tashrifda chiroyli konsertlarni ko'rishni nasib qilsin. Sog' bo'linglar. Degan muxlislarga rahmat. Hurmatli aziz tomoshabin do'stlar, Bekshoh studiyasining qadrli podpishchilari, kamera boshlovchingiz Elyorbek bugun qo'limizda kelguncha Alloh amri ila bir chiroyli konsertni tashkil qilishga muvaffaq bo'ldik. Albatta Allohga shukr. Sizlarning bizga bo'lgan ishonchingizni rahmat. Albatta bugungi konsertimiz ofitsialna, rasmiy, kerak bo'ladigan bo'lsa, ta'bir joiz bo'ladigan bo'lsa, aytsak agar naloglarni to'lagan holda, ruxsatlarni olgan holda tegishli idoralardan mana shunday konsert bo'ldi. Hech kim bezovta qilmadi, mazza qilib yayrab 2,5 soat konsert bo'ldi. Albatta 2,5 soatda hozir YouTube'ga qo'ya olmaymiz. Kerak joyini olib, kerak joyini emas, mana shunaqa qilib chiroyli montaj qilib qo'yamiz. Bekshohda kuzatishda davom etinglar. Biz siz bilan. Agar Xudo xohlasa yana konsert qilishda davom etadigan bo'lsak, bizni yuzimiz orqali tanib, demak, reklama qiladigan bo'lsak, bemalol ishonishingiz mumkin. Xudo xohlasa sizlarni hech qachon uyaltirmaymiz, boshqacha aytganda, podvodit qilmaymiz. Sog' bo'ling, omon bo'ling, salomat bo'ling.